Bugun biz siz bilan birgalikda fashion figura chizishni o'rganamiz. Qog'ozimizni ikkiga bo'lib 9 ta chiziq chizib olamiz. Bosh bilan teng bo'lgan 9 ta chiziq. Boshdan keyin yarimta bosh uzunligida bo'yin uchun joy qoldiramiz va o'shandan tashqari 9 ta chiziq chizib olishimiz kerak bo'ladi. So'ng boshning enligida yelkaga ikki tarafiga bittadan bosh qo'yamiz. Bu jami 2 bosh. Belimizga bitta bosh, bo'ksamizga esa yana 2 ta bosh qo'yib, chiziqlarimizni birlashtirishni, figuramizni chizib olishni boshlaymiz. O'sha yelkadan belga, beldan bo'ksaga chiziqlar tortib, so'ng oyoqlarni, undan so'ng esa qo'llarni chizishni boshlaymiz. Bizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Keyingi videolarimizda bundan qiziq figuralarni, liboslarni chizishni o'rganamiz. Bundan keyingi darsimizda esa bugun chizgan libosimizni bo'yaymiz, tugatamiz. Hozir bu videomizda chizib tugatlab olamiz.